Doktor Raila Davuddak ziyolilarning tutqunda bo'lishi Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish g'arzini yana bir qadam isbotlab berdi. Abdori Abdulhakim Idris. Bir millatni yo'qotish uchun oldi bilan ularning tili, diniy e'tiqodi va madaniyati yo'qotiladi. Andan asta-asta o'zining kimligi unutildiriladi. Tarixda yo'qolib ketgan millatlar, ya'ni Moğollarning O'ttir Sharqqa hujum qilishi, Yahudilarning qirg'in qilinishi qatorliqlar buningga misol bo'la oladi. Turkiya shoiri Mehmet Akif Ersoy mundaq deydi. Ular tarix takrorlanadi deydi. Agar insonlar tarixdan ibrat oladigan bo'lsa, tarix yana takrorlanami? Bugun insoniyat tarix oldida aybkor. Xalqaro jamiyat Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan keyin bundaq fojia qayta yuz bermaydi degan edi. Ammo bugun bu va'dani unutib qoldi. Amerika qatorliq bir necha davlatni hisobga olmaganda, ko'plagan davlatlar, islom davlatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Kommunist Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini texi e'tirof qilgani yo'q. Ular Xitoyning insoniyatga qarshi o'tkazayotgan jinoyati oldida bu degan Xitoyning ichki ishi deb o'zini qochirib yurmoqda. Ammo ular Raila Davuddak xalqaroliq bir tadqiqotchining nemishqa 3 yildan buyon tutqun qilinib, iz-deraksiz g'oyib qilib etilganligining keynida qandaq vahshiy jinoyat borligini o'ylabmi qo'ymaydi. Xitoy mustabid hukumati Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni yo'qotish uchun avval ularning ziyolilarini lagerlarga soladi. 3 yil avval Raila Davud Xitoy hukumati tarafidan tuyuqsiz g'oyib qilib etildi. Bu kommunist Xitoyning bir millat a'zolarini qandoq yo'qotadiganligini ko'rsatib beradigan eng qo'rqinchli isbotdir. Onun qizi Aqida Polat 3 yildan buyon onasining rasmini quchoqlab, uning izderikini qilib keldi. Bu qizning talab iltijolari javobsiz qoldi. Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi Roshan Abbas xonim mundaq deydi. Uyg'ur ziyolilari garchi Xitoy hukumatining ruxsati bilan leksiya so'zlaydigan, kitob nashr qiladigan bo'lsa-mu, ammo ular faqat Uyg'ur bo'lib qolgani uchunla jinoyatchi deb qarilib, ziyonkashlikka uchirdi. Albatta, kommunist Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotishda oldi bilan ziyolilarni nishonga ilishi hargiz sababsiz emas. Mavzudan qo'zg'agan madaniyat inqilobi va Tiananmen voqeasidan keyin kommunist Xitoy hukumati oldi bilan ziyolilarni, olim va yozuvchilarni turmaga tashladi. 2014-yili turmaga solingan iqtisodshunos Ilhom To'xti va 2017-yil tutilgan folklorshunos Raila Davud ana shundaq ziyonkashlikka uchirg'uchilardir. Ma'lumotlarga qaraganda 2017-yili Sharq Turkistonda vaziyat yomonlashganda 500 dan ko'p Uyg'ur ziyolisi lagerlarga solingan. Davlat rahbarlari garchi Raila Davud uchun hech qanday ish qilib bera olmasa-mu, bosh shtabi Nyu-Yorkka joylashgan xatardagi olimlar tashkiloti Beijingda tutilib turmaga tashlangan Raila Davudga 2020-yillik jasorat mukofoti berdi. Bu mukofot 11-oyda to'r yig'inida tarqatildi. Raila Davudning qizi Aqida Polat mukofotni topshirib oldi. Raila Davudning do'sti tadqiqotchi Rose Ingram bir maqolasida Aqida Polatning onasi haqida aytganlarini naql keltirgan bo'lib, Aqidaning aytishicha, onasi hech qanday siyosiy masala sodir qilmagan. O mundaq degan: "Onam oddiy ayol edi. Tadqiqot ishini bilatdi. Hech qanday siyosiy xatolik o'tkazmagan edi. Faqat qizim va oilam bilan xotirjam yashasam" deydi. Onam tutilib, oradan 2,5 yil o'tdi. Vaqt o'tgan sari
ro'yim tushib ketdi. Oxiri chidamay onam to'g'riliq guvohlik berdim. So'zlasam, vatanda qolgan urug' tuqqanlarning xatarga uchraydiganligini bilib turib so'zladim. Balkim bu so'zim sababidan onam texmi ig'ir oqibatga qelishi mumkin. Ammo bularni o'ylag'idekmi holim qolmadi. Chunki men bak tushkunlashib ketdim. Men onam uchun to'xtamay so'zlayman. Xitoyga va butun dunyoga mening onam nerda deb savol qo'yishni to'xtatmayman. Uyg'ur harakati tashkilotining 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan o'tkazgan to'g'ri suhbat yig'inida Aqida Po'lat yana mundaq dedi. Onam uchirgan ziyonkashlik kommunist Xitoy hukumatining men va mening oilamdagilarga elib borgan irqiy qirg'inchiligining ro'shan ifodasidir. Mening onam va doktor Gulshan Abbas qatorliq ziyolilar va necha million Uyg'urlar hozirmi lagerlarda azob chekyotidi. Zavodlarda quldek ishlashga majburlanayotidi. Agar Xitoyni hech kim to'simasa, bu razil hokimiyat Uyg'urlarni yo'q qilib o'tishi mumkin. Bu bayonnoma Sharq Turkiston xalqining xalqaro jamiyatdan jiddiy yordam talab qiladiganligini yana bir qatim ta'kidlaydi. Biz xalqaro jamiyatdan darhol harakat qo'llanib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchiliklarni oxirlashtirishni, Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish uchun g'oyib qilib etilgan ziyolilarni erkinlikka erishtirishni talab qilamiz. Bugun 12 dekabr Doktor Raila Davud g'oyib qilib etilganiga 3 yil bo'lgan bu kunda biz Aqida Po'lat va boshqa onalarning izdirkini qilayotgan barliq Uyg'urlarga vakolatan shuni so'raymiz. Onam nada? Manba Uyg'ur harakati tashkilot torbetidan elindi.